O'rtoqlar, sizlarga ham shunaqa xabarlar kelyapti. Bunaqa xabarlarga umuman ishonmanglar, bular fake. O'zlarini chet ellikman yo siz bilan tanishmoqchiman, siz bilan do'st bo'lmoqchiman deganlarga ishonib qolmanglar. Mana menga ham yozishdi уже. Ko'ringlarda. Salom. Salom, siz Toshkent mehmonxonasi menejeri Elyormisiz? Men nomimni Elyor qilib qo'ymaganman. Qanday Elyor bo'laman men? Kechirasiz, men raqamni xato yozib qoldim. O'zbekistonda yashaysiz, men u yerga sayohatga borishni istayman. Nima qilay? Nima qilish mumkin endi hozir? Menga nima qizig'i bor? Kelsang kelaver. Yordamda siz bilan gaplashyapman. Agar sizni yoqsa do'st bo'lamiz. Yoqmadi menga, короче, bunaqa do'stlik. Men Gonkongdan kelgan Limi tarjima yordamchisi bilan gaplashyapman. Bu vaqtinchalik hisob. Даже mana bu yerda menga ana WhatsApp nomerlarini tashlab beryapti. Ishonib o'tirmanglar, bu aldayapti bu. Вообще kartalarda pulni. Короче, ishonmanglar bunaqa fake xabarlarga. Sizlarga shuni oldini olish uchun chiqyapman akalar. Nima qilish mumkin endi? Nima qilish mumkin?